Siyib qo'yadigan bolalar, yoshi kattalar peshob ushlolmaslikka uy sharoitida bepul maslahat hamma joydan topsangiz bo'ladi. Tabiiy astragal, ya'ni tulki moyak, tulki quyruq ham deydi. Buni birodarlar juda ko'pchilikka berdik, sinovdan o'tgan kitobdan olib aytyapman. Peshob ushlolmaslik yoshi kattalar, siyib qo'yadigan bolalar, qog'i bo'shlar, peshob yo'lida yallig'lanishi borlar, daji prostata adenomani davolaydi. Erkaklik quvvatini oshirib, prostata shamollashni oldini oladi. 7 ta donasini olib, ustidagi po'stlog'ini ajratib, yaxshilab maydalab, bir osh qoshiqini 400 gram suvga solib, 5 minut qaynatib, ilitib, bir osh qoshiqdan 3 mahal yosh kichkinalarga bir kunga, yarim piyoladan 3 mahal yosh kattalarga. Ikkinchisi oldingi videomizga aytganmiz. Zevraboy dala choy hamma bozorlardan, hamma joydan topsangiz bo'ladi. Peshob ushlolmaslikka yosh kattalarga, siyib qo'yadigan bolalarga Zevraboy giyohining bir choy qoshiqini 300 gram qaynagan suvga damlaysiz. 15 minut tayyor bo'lsa, 150 gram ertalab, 150 gram kechqurun berasiz. Bu sharoitga birodarlar, do'stlaringizga jo'natib qo'ying, xudo xolasi foydali bo'ladi. Hamma giyohlarimiz